Üzümünü görün yine öyle. Altın değil üzüm. Üzümünü ekken özüm üzüp vereyim özümden axır. Safar var bana ötmez bu. Ötçeleseniz buladı ku. Salam aleyküm. Yaxşısınız? Ho, koyma. Üzüm en yağa. Xuda xalasa bunu şu an dollarçılarından tapamız bu üzümlerini. Dollarçılarını. Ağamız yüzünü istep koygan köpçelik. Vatmış ekan koyun. Acısını çek zor mu? Çişlep görüp ama. İşte acısı önce yok ekan bir ikisi düşecek, acı bir ikisi. Salata getadi en xollar. Bunu qaqat qo'yibmisiz yo kesibmi shunchaki? Qovunni. Yo, bunu aytajakim, bundan ham qaq bo'lam ekan ya deb qiziqib qoldim. Like-ni bosib biladiganlar banglatib tashanglar shu videolarimizda bir ko'rib qo'ysinda, mingdan like bo'lmaydi degan birikkalari. Tars bosib qo'yinglar, rahmat. 4 ming so'm. Abone degan narsa va podpisatsiya. Shuni bir bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Xudo xohlasa bizlarni ko'pchilik yerdan ko'rib kuzatib o'tiribdi. Hozir azon bilan choylarni qo'yib, eldina choy ichib ko'rib o'tirganlara yaqinni ishtaha deymiz. Assalomu alaykum. 4571 YouTube kanalimizning obunachilari yaxshimisizlar? Yaxshi yuribmisizlar? Xormonlashlar bilan. Do'stlar, bugun 3-noyabr ko'rib turganlaringizdek 4 yillik xon bozoriga keldik. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha bugungi narx-navolarni ushbu video davomida bilishlaringiz mumkin. Keyin musofirda yurgan yurtdoshlarimiz uchun dollar kurslarini aytib o'tadigan bo'lsak, 100 dollarimiz 1 million 198-95 ming so'mdan olib turibdilar. Rublimiz bo'ladigan bo'lsa 143 olib turibdilar. 1000 rublimiz 143 ming so'm. Hammangizga yaxshi kayfiyatdamiz. Videolarimizni boshladik. Boshlamasdan oldin bir like bilan bosib qo'ysanglar, xudo xohlasa videolarimizni davom qilib ketaveramiz. Hammangizga yaxshi kayfiyat bilan boshlandi do'stlar. Bugün ertaroq geldik. Xudo xohlasa ko'rib kuzatib boraverasizlar do'stlar. Assalomu alaykum. Gökpam dolancha so'mdan bo'ldi ekan. 4500 so'mdan qaytibdi. Yaxshimi, sog'ligingiz yaxshimi? 4500 so'mga tushibdi demak. Gap yo'q. Bolgarskilar acımışmı bu? Acımış ekan koyun. Acısını çek zor mu? Çişlep görüp mü ama? İşte acısı önce yok ekan bir ikisi düşecek, acı bir ikisi. Salata getadi en xollar. Ha? Salata getadi, gap yo'q. Necha so'mdan berasiz? Acı bir necha so'mdan beradi? Koreys karamlarimiz bor ekan aslında. Koreys karamdan necha so'm ağa? Karamdan necha so'mdan bo'ldi? Kiloat 4 ming so'm. Nega kelishib beraveramiz? 3 mingdan beraveramiz. 3 mingdan beramiz ko'proq aqalarning. Ora karamdan. Tumaloq. 3 ming so'm. Buni ham do'konchilarga kelishib beramiz. Ko'proq aqalarga kelishamiz, ha? Acı bir nechadan aytib tursiz shunda? Acı biz 9 ming so'm. 9 ming so'mdan klasi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Savdolansa baraka bersin. Boshladingiz qo'ying, xudo xolasa. Charchamang. Avan. Assalomu alaykum. Chesnoq necha so'm ekan? Chesnoq 10 ming so'm. Danasi ming bu? 10 ming so'mdan. Baklajan necha so'm bo'ldi bugun? 4 ming so'mdan bo'ldi ana do'stlar, baklajanlarimiz. Savdolansa baraka bersin. Xo'sh. Yaxshi ko'rib boraveramiz do'stlar. Dehqonlarimiz hali endi kelishni boshladi. Ertaroq keldik, xudo xolasa. Trendda turgan hozir gashir, shu qaytgan narsa gashir bo'lib turibdi hozir zamonda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Turib necha so'm bo'ldi ağa? Ha? 35 qoldi. Xaltasi 35 ming so'm. Gashir necha so'm bo'ldi bugun? Gashir 2 mingdan beri. 2 ming so'mdan beri ana do'stlar gashirlarimiz savdolansa baraka bersin. Gashirlarimiz 2 ming so'mdan bo'ldi bugun do'stlar. Videoni o'tkazmay ko'rsanglar, xudo xohlasa bugungi narxlarni shu video davomimizda albatta bilishlaringiz mumkin. Ko'pchilik like'larni bosmaydi, bir like'ni bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum. Pomidor nechadan bo'ldi ağa bugun? Pomidor büyük pomidor mu? Avan. O 4'ten. 4 ming so'm. Qizil mi? 5 ming. Qizillar 5 ming so'm. Sağ olun. Buna 7'den gitti mi? 7'lik. Bu 7 ming so'mdan gitti abi. Qizillarimiz. Gap yo'q. Gök güzel para veremiz dostlar. Gök pomidor geldi ha? Dastavkilar bo'lib turibmi?
resim çıkın başta, evet. Neçeden bop tuttu? 5000. Optu mu? Gelişlerden. Telefon numarayı aytib bersansiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 94'lik. 94'lik Neçe mağıya? 703 54 94. 54 Blogger 94. bu hafta aytayım açan bakalım. O'g'illarning yuzini tushiramiz, ayollarnikini tushirmaymiz. 1 million ber tushir desam bundan keyin. Kimniki? Ayollarnikini. Ayollarni tushirsa ertangisi nog'a tushirding deydi. Tamam. Nog'a kerak. Nechkisiz ağa? Sog' qo'yaqchimi? Assalomu alaykum dashdi ekan. Gap yo'q. Dollar kursi necha bo'ldi ağa? 95, 95, 98 gacha olib turibdilar. 95, 98. Gap yo'q. Ko'rdingizmi ağa? Men ham to'shni bilaman, ozam bilan gelsam. 42, 43 gacha olib turibdilar rublni. Ben zamanla günde sarfine bulalım. Молодец ağa. Shuning uchun siz kunda ko'raman ağa, so'rayman oxir. Bunu gelişip vereceğim mi? Gap yo'q. Ko'rib kuzatib boraveramiz. Do'stlar, kanalimizda kim yangi bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'pchilik obuna bo'lmaydi. Bir obuna degan narsa va podpisatsiya. Shuni bir bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Xudo xohlasa bizlarni ko'pchilik yerdan ko'rib kuzatib o'tiribdi. Hozir azon bilan choylarni qo'yib, aldina choy yeyib ko'rib o'tirganlara yaqinni ishtaha deymiz. Jonlar zamon bo'lsin. Rahmat, like'larni bosib, podpisatsiya bo'lib, ko'rib kuzatib o'tirganlar bor. Chiroyli kommentariy yozib kuzatadiganlar bor. Rahmat addushi. Hammangiz chiroyli kommentariyalarni yozib qoldiraversa, har bir kommentariyalarni o'qib javob beramiz qo'ldan kelgancha. Kim nerdan ko'rib kuzatib o'tiribdi, soat nechada ko'rib o'tirsizlar sizlar bizning videolarimizni, shularni ham kommentariya yozib qoldirib ketinglar. Videolarimizni boshlab ketaveramiz. Qovunlanchalar bo'ldi bugun. Assalomu alaykum. 4500 so'mang. Qora tarvuzning. 3,5 kadinchadan beri tursiz? Kadam 3,5 ming so'mdan ekan do'stlar. Buni qoqatib qo'yibmisiz yo kasibmi shunchaki? Yo'q, qovunni. Yo'q, buni aytajakim, bundan ham qoq bo'lam ekan ya deb qiziqib qoldim. Endi bo'lishi mumkin lekin, yo'q. Bo'lmaydi. Kadidan qoq bo'lmaydi. Gap. Bu qoq bo'lmaydi, erib qolishi mumkin. Pogodası o'zgarsa bo'lmaydi bu. Tushunarli ağa. Piyozlarni berib tursak piyozlar. Piyazlar 5000 so'm. 5000 so'mmi? Oq piyozlarimiz. Qizillarning? Piyazlar 3000 so'm. Qizil piyozlar 3000 so'm. Kash qancha so'm bo'ldi ağa? 5, 5,5, 6. 5,5 dan ta 6000 gacha. 5,5, 6, yerlari 6. Mana do'stlar. Besh. Setga qaytasizmi? Setga qaytiladi. Setga qaytiladi. Kelaverasiz. Assalomu alaykum. Yaxshi ağa, sog' bo'ling. Tak, ладно. Üzümlərimiz neçə so'm bo'ldi ağa? Assalomu alaykum, yana bir bor. 12 qaytib beriladi to'ya. 12 ming so'mdan qaytib beriladi, ha? Pah. O'zim teynecha bir turib Yo'q yo'q ekan ayna. Üzüm durishini qaranglar do'stlar, baho berib qo'yinglar. Gap yo'q. Necha beramiz shunda navga korobga? Üzüm ajoyib, gap yo'q, молодец. Saqlagan ekansiz lekin, молодец. 10 mingga deyim berib bilamiz korobga. Korobga olsa 10 mingcha berib bilamiz, to'g'rimi? Necha bir turib ko'rdingiz. Mana do'stlar. Olmalancha so'mdan necha so'mcha berib tursiz? Olmalar yashga 10 ming, kilogram 10 ming. Kilogram 10 ming, yashga 10 ming, to'g'rimi? Yana do'stlar. Kelaveradi. Xurmancha so'm bo'ldi? Xurmo 6 ming. Xurmo 6 ming so'm. Shu mayda olmalarning 8 et. 8 etib beramiz, ha? Go'kancha berib bilamiz. O'rtada 9 ming beraman. 9 ming beramiz. Savdolansa beramiz. To'ychilar qaytamiz. Ava, kelaveradi. Kelaverasizlar ya do'stlar. Sog' bo'ling. To'g'ri kelishdi. Молодец, sening dehqon bozorimizda ko'rib turgansiz. Keyin kalamiz bir narsaga qolib, birovni aytgan gapni like bos deysan, deydi, bu dehqon bozorni tushirgan bilan 1000 like yig'magan shu vaqtgacha hech kimning videosi deydi-da. Bilmadim, lekin endi obunachilar lekin действительно ko'radi. Ko'pchilik like bosib bilmaydi. Shu sababdan like bos olmasa kerak. Like ni bosib biladiganlar banglatib tashanglar shu videolarimizda bir ko'rib qo'ysin-da, 1000 dan like bo'lmaydi degan bir ikkilari. Tars bosib qo'yinglar, rahmat. Ana lancha so'm bo'ldi ekan, assalomu alaykum. Ana 12 ming so'm bo'ldi. Üzümning? Üzüm 12. Üzüm 12. Korobga qaytasizmi? Ko'proq qasa. Nashvotiniz necha so'm bo'ldi? 15. 15 ming so'mdan ekan nashvotga. Sog' bo'ling, sog'dan safar etamiz. Pam necha so'm bo'ldi ekan? Ha? 10 ming so'm. 10 ming so'm, 60 pomidor. Ha, 30 pomidor, ha? Hava. Gap yo'q ekan, молодец. 10 ming so'm. Teplitsa yana 13 ming so'm. Teplitsa Teplitsa maydasi bu. Yo'q. Badring necha so'm berdi? Badringni buni 16 berdim. 18 minglik ham bor, 17 minglik ham bor. Kelaverasizlar, ko'p ekan. Har doim qo'ymaysizda, молодец. Kelaverasizlar do'stlar. Savdolansa barakaversin. Yaxshi, ko'p kuzatib boraveramiz do'stlar.
Bir chetdan. Bolgarskiy necha so'm bo'ldi ekan? Salom alaykum. Assalomu alaykum. 4000 so'm. 4000 so'mdan bolgarskilarimiz. Shalg'ommi? Sog'omlar 3000 so'm. Shalg'om 3000 so'm. Qizil lavlagining. Ular ham 3000 so'm. Bu gidiyormi bang? Avan gidon yaxshi. Shirali. San ko'rib dedilar. 3000 so'm ular. 3000 so'mdan. Qizil bolgarskilar bahasi 1000. 6000 so'm. 6000 so'm. Bular 5000 so'm. Bular 5000 so'm. 6000 so'm. Bular 6000 so'm. Piyazning? Piyoz 3000. Piyaz 3000. Turk necha so'm bo'ldi? Tülük 3 kilo 17 3000 ga beraveramiz. 3000 dan beri beramiz, ha? Yashir 2,5 so'm. Yashir yulg'ani 3000, bu 2,5 so'm. Gel bakalım. Pendollarcha bo'ldi bugun. Pomidorlar 8000 so'm. 8000 so'm mayna pendollarimiz. Pendollar qaytganmi yo? Xiyol bormi? Maydaroq taqib irilarni 12 dan sotib. Badringcha berib tursiz? Qadri 15000 so'm. 15000 so'mdan berib tursiz. Chisni klasincha bo'ldi. 25000. Hamma narsa bor sizdan, qoyil tufaram, göz demasin. Olmancha berib tursiz? Almalar 8000 so'm Jizzaxniki. Olmaz. 10000 so'm. Belgilab 10 so'm. To'ychilar qaytamizmi aytilganlardan? Qaytib beramiz. Xudo xolasa qaytiladi. Kelaverasizlar do'stlar shu yerda. Sog' bo'lin, sog'dan baraka bersin. Shuningdek do'stlar. Sog'. Ko'rib ketib boraverasizlar xullas. Bog'dan hep geldim. Bog'atdan hava. Özümü de kantılıkın. Bog'nikining pryamoy. Pryamoy bog'dan gapdi. Ey gap yo'q, bog' bolamiz canamon bo'lsin. Chasondan berib tursiz xudo 10 xolasa. ming so'm. 10 ming so'mdan. Bog'dan yana güz berib keldim. Xivoniki dedingizmi? Bog'atdan Bog'at, bog'atning uzumlari. Necha berib tursiz? Korobka. 10 ming so'mdan, ha? Ana do'stlar, 10 ming so'mdan berib turibdi ana. Olmacha berib tursiz? Alma bizniki emas bu. Alma boshqanikimi? Ha, yaxshi. 10 ming endi. Bu 12, bu Üzüm üzüm en ağa. Xudo xolasa buni shu dollarchilardan topamiz bu üzümlarni. Ağamız yüzünü islab qolgan ko'pchilik. 4 yil 571'dan gördüm deymi siz bu yoqda? Aytib olammi? Malades. Çıkarı der özü. Gelinem balan çıkarı. Sağdan sabaraka bersin ağa. O'taman siz yaqin bir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nerede? Yaxshimisiz? Sağlığınız yaxshimi? 4000 so'mdan berajekmisiz? Qoyilay. 10 mingde pazara hiç kim gelmeyin koymazsın. 4000 so'm. 4000 so'm, 4000 so'm üzüm. 4000 so'm haqiqat bor haqiqat. Hakikat alaveresiz. Lekin bozorda birinchi eshitdim. 4000 so'm üzüm arzanladı. Mazasi bo'lsa bo'ldi, uni doğramasın yine. Kime? İş adamıyla 4000 so'mdan üzüm satadıydı. Ama 4000 so'm. Yep görüş. Telefon numarini qoldirib beramiz, qattiqqa borsa. Telefon numarini saytib bering, Instagram borib olsinlar. Üzümünü görün yine öyle. Altın değil üzüm. Üzümni ekkan o'zim üzüb beraymi o'zimdan axir. Gap yo'q. Ko'p bo'ladigan bo'lsa telefon nomer qoldirib berik. Tonnalab oladigan Allah bor. Hop, ko'p deb tursiz. Bo'ldimi? Yetadi. Savdansa baraka bersin aqa. Sog' bo'lin. Redis qancha so'm ekan? Assalomu alaykum. 1000 so'mdan bor. Bog'i 1000 so'm, ha? Karamning bu? 1000 so'm ekan do'stlar. Piyozlarimiz ham shu baqa chiqaring. Assalomu alaykum. Necha so'mdan bo'ldi uzumlarimiz? 11 ming so'm aytib turibdi yana do'stlar. Toza uzumdan. Ana do'stlar, qarang, toza suvish ekan. Tırsıldab turibdi, qoyil lekin. Necha so'mdan dedingiz? 11 ming so'mdan beriladiganimi bu? Qaytasizmi? Optim narxdan kelaverasizlar do'stlar. Nerni uzumi? Nerni uzumi? Yaxshi, chapgan bosib tursiz, danimiydilar ham baribir. Bog'atning uzumi ekan do'stlar, xudo xohlasa kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, savdolansa baraka bersin. Balıkçılarımızın yarımam gelmegen hali. Balıklarını bahasını düşüramizmi, düşürmeyimizmi? Kommentariy yazıp ketinglar, şu an qarab turib, balıklarni adden video qilib beraman aka. Kommentariy yazib qo'ysanglar do'stlar. Yashincha beryapmiz bugun. Assalomu alaykum. 3 kilosi 10 ming so'm bo'lsa 3300 dan bor. Yashillar ajoyib-ku. Birinchi uyim bu ona sal qimmatroq. Buyurang. Hava kam tushdi-da. Bo'lmasa 4 kilo onları. Endi dehqonlarimizdan bir mahsulotlari bir qimmat bo'lsin. Moy, choy, go'sht qachoncha qimmat bo'lib, bu narsalar qimmat bo'lmasin. Arzon bo'lsa oyoq ostida etadilar. Qimmatroq ona yaxshi. Albatta, bu olsammi buni mindatirib yetkazib berish axir to'g'risida. Go'shtni ondan shular ko'tarilsin. Go'sht tushsin qayta, to'g'ri emasmi? 120 mega ko'tarilib ketdi go'sht. Moy tushsin.
Ha, dehqonlarimiz bunda ne degan azob ko'radi buni. Savdolansa baraka versin. Assalomu alaykum. Mashincha so'mga? 17 ming so'mdan yana mashlarimiz. Chismoq qancha so'm? Kilosi 25 ming so'm ekan do'stlar. Yo'q, savdolansa baraka versin. Endi to'g'risi-da bu dehqonlarimiz ansat emas-da, suv deb qisnadi, dori deb qisnadi, men o'zim bilaman-da uni. Qovuncha so'm bo'ldi ekan. Assalomu alaykum. Ana yaxshimisiz? Shukr Allohga rahmat. 4 ming so'm. Hammasi bir takismang. Bir takis 4 ming so'mdan ekan do'stlar. Yaxshi. Necha so'mdan bo'ldi? Assalomu alaykum. Ismoqlar. Ismoqlar kilosi 5 mingga tushdimi? Ana do'stlar, ismoqlar 5 ming so'mdan bo'pti. Men ko'zim qizdi. Bugun olib ketib bir qurmush pishirsa bo'ladi undan, ha? 5 ming so'mdan ekan. Xudo xolasa olib ketaman ketishim. Piyaz qancha so'm bo'ldi? 4 bag'i 5 ming so'm. 4 bag'i 5 ming. Shuroflarning? 5 ming so'mdan. Qoyilligin. Katta. Simishi turibdi. Zo'r ekan, katta ekan. Petruschalarning? 2 bag'i 5 ming so'm, 3 bag'i. 3 bag'i 5 ming so'm. Rediskaning? Rediskani 305 ming. 305 ming so'm. Savdansa baraka bersin. Sog' bo'ling. Xudo xohlasa. Ana, xudo xohlasa ko'rsang bir ziliylarni odamning ishtahasi ochilib ketadi, yeyasin gap ketadi. Gap yo'q lekin, malades. Dehqonlarimizga kuch-quvvat beramiz. Dehqonlarimiz borki, bizlar shu sifatli mahsulotni olib beramiz. Assalomu alaykum, ota yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Hamma sog'ga o'tiribmisiz? Necha so'mdan bo'ldi sutlarimiz bugun? Litr 7 ming so'mdan, ana do'stlar, 7 ming so'mdan ekan. Sog' bo'ling. Xo'sh, har doim burunchlarning ham narxini tushirib o'tamiz. Endi xudo xolasa burunchlarning ham narxini bilamiz, o'zgaribmi yo'qmi? 3-noyabr kuni. Assalomu alaykum, og'a yaxshimisiz? Sog'liq yaxshimi? Ha, rahmat. Siz shonda turib, men bu yoqda tursam chiqib bo'ladi ekan bir safar. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'ting joyingizga. Bo'ldi, og'a. Burunchlardan ichki o'zgarishlar bor, og'a? O'zgarish sal qaytdi 1000 so'm. Yo'q, ina buni yangilik desa bo'ladi, og'a. 1000 so'm olmoq 100 kiloda 100 ming so'm degan, og'a. To'ychilara rasm bildiradi, doğan gün belgelere, to'ychilara to'g'rimi? Foyda bo'ladi. 2 bakalashki, почти 5 litr bakalashki, 5 litrlik moyni puli. To'g'ri emasmi? 100 kiloda. Gap yo'q. Necha so'mdan nöksülərimiz? Bular 8, hammasi olsa 7 ming. 7 ming beramiz, ha? Seçkilərimiz? Yarma. Yarma birinci. 6 ming so'mdan. 5'ten beramiz hammasi. 5'ten beramiz. Seçkinçe ber tutsağa. Seçki 2,5 hammasi olsa 2200 beramiz. 2200 beramiz ekan. Ana do'stlar. Gap yo'q, ağa. Açalım da Qanday qarasın? Kesib. Bu mashinga tikilganmi? Qoyillarga. Pichaqim. Ufak bo'lib olib kelasang da. Pichoq ham dem o'tmas ekan, ha? Safagan pichoq shu. Safagan pichog'i? Safarvar buni o'tmas bu. O'tchilasangiz bo'ladi-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hammasi o'tmas bo'ladi. Ho, qo'ying. Nima deb qo'rqizma axi? Endi qaraymiz. Ho, hali biza. Ko'chamiz qani. Mana bu nöksag'ang oshdi qiyna xudo xolasa. Chiqqan toza chiqqan ina birinchi. Birinchi gap. 8,5 hammasi olsa 8 beramiz. Ana do'stlar, 8 beramiz, ha? Beda birsi bor bu. Bulam shundanmi? Bu arzaraqi bu. Yaxshi. Mana ko'rsatib berik. Buncha so'm. Bular 9,5lik, lekin dishchi birinchilar davom qaytmadi. Gap yo'q. Bular ham shu baqa. 10'liklar bular. Bular 10'lik. Dishchi birinchilar. Dishchi birinchi 10 ming so'mdan ekan do'stlar. Elanga lazım. Tak, elanga bungu. Elanga xaltasi bilan olsa 10 so'mdan beramiz. 10 so'mdan beramiz. Lazerni necha beramiz ağa? Lazerni xaltasi bilan olsa 10 dan beramiz, o'zi 11-12 sotibdi. Ana do'stlar, xaltaga olsanglar xullas xudo xolasa qaytaradi. Bu lazer ham shu baqami? Bu baqa 12. 12 dan ham 10 dan beramiz. 10 dan beramiz, ha? Gap yo'q. Savdolansa baraka bersin, gullaringiz xayrli barakali bo'lsin. Qani arzonroq deganingiz? Bu arzonroq deganingiz Nexpo, to'g'rimi? 7,5 insholar hammasi olsalar 7 dan beramiz. Insholarning 7 dan beramiz. Birinchini bir yaxshilab ko'rsating. Ena 7 ming so'mdan beriladi. Ajoyib qoqi bu birinchimi? Gap yo'q, Zakon birinchi ekan. Kelaverasan 7 ming so'mdan do'stlar, xudo xolasa. Sog' bo'ling, ağa. Yo'llar. Safarvar sizni chatdingiz, boshladingizmi ağa? Sizlar shu narxlarmi? Assalomu alaykum. Astaka yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi ağa? Jigar unlarimiz har doim bor ina astakanda. Necha so'mdan bo'ldi bugun ağa? 10 ming so'm. 10 ming so'mdan. Foydasi kuchli buni, bilasizlar. Safarvar astakam har videoda aytadi. Qaronlarimiz Saxin diabeti bo'ladi. Saxini diabetga foydali kuchli. Necha so'mdan? 6 mingga. 6 ming so'mdan. Birinchining Birinchini uni. birinchining uni
Kosmetika bu. Kosmetika, yüzge kosmetika Yani işlasa. bu süt mü? Hava. Sütü ya manikaşın ondan nesem bu da geldi. İşlasa bulam ekan. Süt pişirip asla salayıp nese. Ha, shuning uchun manikash alan sirtida burunchni rasmi turadi bilsangiz, e'tibor bergan bo'lsam. Demak, shu narsani sut qo'shib qaynatsa bo'ladi. Manikasha bo'ladi. Bo'ladi. Voy, molades. Yine balayı bileveririz. Bu haqiqiy tabiiy-da bu. Tabii ha. Ishonchli bo'ladi-da bu. Agar sut aytganda turib bo'ladigan bo'lsa, Manikaşın hem arzan mı? buni o'zini qaynatadi, sut bilan qaynatsa bo'ldi. Hava. Sut burunch pishirgandek bo'ladi-da. Hava şimdi. Ana do'stlar, inoyina yangilik lekin. Burunchning uni-da bu do'stlar. Sutni qo'shasizlar, ozroq shakar va navot tashlab berasizlar, manikasha bo'ladi. Gap yo'q. Zato tabiiy. Tak. Mekke'nin unu. Mekkan uni so'm? 10 milyon. 10 ming so'mdan. Tak, novlarimiz teng, loviya 16. mashlarimiz. Optima 15. Optima 15 beramiz. Loviya ancha ber tursa. 15. 15 ming so'mdan yana yurtdoshlar kelaverasizlar. Asta savdolansa baraka bersin. Bu endi yangilikni lekin hozir eshitdim sizdan, xursand bo'ldim. Tabiiy zato ishonchli, ximkat bo'lmaydi ichida. Sog' bo'ling. Necha so'mdan bo'ldi ag'a go'shtlar bugun? 95 ming so'mdan yana. X go'shtga to'g'rimi? X go'shtini. Tak, suyakli go'shtlarimiz ne? 50 ming so'm. 50 ming so'mdan. Yog'larning? 50 ming. Yog'lar ham 50 ming so'mdan. Bag'ri necha bo'ldi ag'a? Bag'ri 70 ming. Bag'ri 70 ming so'mdan. Qolgan go'shtlarimiz? 60 ming. 60 ming so'mdan yurtdoshlar kelaverasa. To'ychilar necha beramiz ag'a? 90 beramiz. 90 beramiz ang to'ychilarimizga. Kelaverasizlar yana do'stlar. Sho'rlik kassabning mestisidan birinchi mesti xudo xolasa. Sog' bo'ling. Sana chaqirdim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Necha so'mdan bo'ldi ag'a to'ykish? 33. 33 ang bularning qanotlar. Var 28. 28 ming so'mdan. Seliyasini necha beramiz? Seliyasa. Hay. Seliyasa 22 mingdan. 22 mingdan beramiz ang. Maniyat bo'lgani bormi tayyormi? Endi ishlar necha so'mdan bo'ladi bu? 22 ming bu. 22 mingdan ang. Gap yo'q. Sog'dan baraka bersin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Necha so'mdan bo'ldi ag'a go'shtlar? 120 mishi? 120 ming so'mdan. Bag'irning? Bag'ir 1 so'mdan beramiz, sisti bor. Sisti bag'irning. Qolgan go'shtimizning? Qolganlar 100 ming, 95 ming shunday. 100 ming, 95 mingdan to'g'ri keladi. Laxmlar o'zi necha so'm? Laxmlar 144 ming so'm. 144 ming so'm. To'ychilarcha berib turibmiz. To'ychilar 115 ming so'm beramiz. 115 ming so'm to'g'ri keladi. Gap yo'q. Telefon nomeri aytib berasizmi? 50lik 50lik 508 508 35 45. 35 45 do'stlar. Telefon orasida. Yog'lancha so'm? Yog'lar 70 lik. 70 ming so'mdan bo'pti. Bular ne? Ulan 90 ming so'mdan beramiz. 90 ming so'mdan. Yeti bilan turgan ekan, gap yo'q ekan. Sho'rvaga siradi bu. Shundayna beriladi axir, to'g'rimi? Go'shi bilan do'stlar. Sog'dan baraka bersin. Assalomu alaykum. Salqanchik. Tushiramizmi, tushirmaymizmi? Aslatchimi? Ha. 120 ku, to'g'rimi? Ha. 120 ming so'mdan do'stlar. Bag'ir qolmabdi-ku hozir. 120 ming so'mdan. Yog'larimiz? 70 ming so'm. To'ychilar necha beramiz? To'ychilarga qaytib beramiz, bonuslari bor. Bonuslari bor, to'ychilar ham, malades. To'ychilarimiz 99lik 779 70 70 nomerlarini uraverasizlar bemalol, to'g'ri emasmi? Baxtiy kassab, Baxtiy kassabda bog'lanaverasizlar. Bakkan mollarni so'yib beramiz endi. Qaydinasini bakkan mollarni, malades gap yo'q. Savdolansa baraka bersin, yilning xizmatidan charchamanglar. Shu videolarimizni oxirigacha ko'rganlar bir kommentariy yozib qoldirasizlar. Videolarimiz shu o'rinda yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ketkazgan vaqtingizni rozi bo'lib qo'yinglar. Xudo xohlasa keyingi videolarimizda sog'-omon görüşguncha deymiz. Kasallarimizga shifo bersin. Sog'lomlarimiz to'ylarni asirtirib beravergi Xudoyim. Videolarimizni oxirigacha ko'rganlar bir kommentariy yozinglar ham xursand bo'lamiz. Kimlar videolarimizni oxirigacha ko'rib kuzatgan deb. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda görüşguncha.